sog'insam seni Ketadi yoshlik. Yok, öyle falan başında yapar. Assalomu alaykum aziz otaxonlar, onaxonlar, opa-singillar, fayzli xonadonni barcha qadri baland qadrdonlari, hammangizga xush kelibsizlar deymiz. Qadamlaringizga hasanotlar bo'lsin. Birlaringizga kelin, birlaringizga kuyov muborak bo'lsin. Kelin salom marosimi uchun yig'ildik. Marhamat yanga poshshalar, kelinimizni olib chiqasizlar, yor-yorlar sadosi ostida. Ko'rishadigan hamma qarindosh urug'larni, yumushdagi ammajonlar, ovsinlar, yangalarni birpas yumushlarni qo'yib, ko'rmanalar bilan tayyor bo'lishlaringizni so'rab qolamiz. Hammangizga yaxshi kun muborak bo'lsin, to'ylar muborak bo'lsin. 2 yoshga chin dildan baxt tilaymiz, baxtdan taxt tilaymiz. Marhamat, yaxshi kayfiyat, yuzingizda tabassum bilan, xursandchiliklar bilan kelin poshshamizni qarshi olamiz. To'ylaringiz muborak bo'lsin azizlar. Marhamat. Xizmatlarim qilayin, qaynotamga yoqayin, xizmatlarim qilayin, duolarim olayin deb uyga hayo keldi, duolarim olayin deb uyga hayo keldi. Baxtli bo'linglar, qo'sha qaringlar. Hamma ko'rishadimi? Ko'rmanalar bilan kelishganmi? Kelin salomni har doimgidek o'tkazamiz, demak, kelinimiz uchun kelin poshsholar va murabbiylar kuni bilan ham chin dildan hammangizni tabriklaymiz. Iloyim jonlaringiz omon bo'lsin, hech qachon kasal bo'lmanglar. Qo'shiqlarimiz siz azizlar uchun. Marhamat. Sevgi nima ekan tushunolmadim,
qolmadim. Bu dunyo sig'magan ikki ko'zimga, to'lib qoldi ikki tomchi achchiq yosh. Peshona deganga yozilgan ekan, rohat emas faqat chidam va bardosh. Bu dunyo sig'magan ikki ko'zimga, to'lib qoldi ikki tomchi achchiq yosh. Peshona deganga yozilgan ekan, rohat emas faqat chidam va bardosh. Soch ostidan muloyim qarab nima qilasan? Qaro ko'zli sanamjon, o'zing yaxshi bilasan. Ko'ksimdagi dardimni so'rab nima qilasan? Sanamjon, o'zing yaxshi bilasan. Qayda vafo bor deb so'rab nima qilasan? Qayda vafo bor deb so'rab nima qilasan? Gullar kuni bilasan, ko'ksimdagi dardimni so'rab nima qilasan? Qaroyim qarab nima qilasan? Asrshanga qo'llaringiz dard ko'rmasa, xush kelibsiz mehmonlarni taqdim etishni boshlab olganlar, ko'rishadigan barcha qarindosh urug'lar tayyor bo'lsanglar, kelin salomni boshlaymiz. Avvalo shu kunlarga yetkazgan yaratgan egamga shukronalar aytib, avval Allohga, so'ng payg'ambarlarga, ana undan keyin qaynotangiz boshchiligidagi to'yda xizmatda bo'lishgan, suyanchiq bo'lishgan bobojonlar va tog'ajonlar, hamma aka-ukalarga, undan keyin ayollarga salom qilib qo'yasiz. Demak, biz boshlaymiz. Bugundan boshlab dadajon deb chaqiring. Yana yugurib xizmatlaringizni navboslarni so'ydirgan, mahallani to'ydirgan, qabullayday qaynotasi sizga kelindan salom. Salom salom, kelin salom, dadajoniga salom. Sizlarga kelgan, ministerga kelgan. Salam salam, kelin salam, bobojonlarga salam. Qabul
bizga salom qo'yasiz. Ayajon yaxshi niyatlar tilagan qaynonasiga salom qabul aylang ayajon sizga kelindan salom. Salam görmesin, giler şalale, bakınızda gülale, hamdan güzel hale, hale canlarga salam, kabul eyleyin hale boşunu, sizge kilimden salam. Uzunu gözün karıştı, hamma işe sarıştı, kabul eyleyin hale canlar, sizge kilimden salam. Salam salam gile salam, hale canlarga salam. Uçaklardı kalagan, yetti cho'zma yasagan, arvohlarni siylagan, yomon jonlarga salam, kelindan salom. Bunlar xolam olsunlar, kimisi qani olsunlar, olsunga borsiz. O'ng yuziga qolib qo'ygan, to'yda yilib yugurgan, yangi jonlarga salom, qabul aylang yangi jonlar, sizga kelindan salom. Shular bilan avvora salom salom kelin salom momojonlarga salom qabul aylang momojonlar sizga kelindan salom. Salam salam kelin salom yangi jonlarga salom qabul aylang olsunlar sizga kelindan salom. Ko'rishing rahmat. Onajonon ayollar bormi yakalarimiz? Qaynoqa qaysimilarga otajonlarga salom rahmat. Ko'p yashang rahmat. Siz olsun canınız varlar, olsun sizge salam koyasız. Akıllı opasınızın boyunlarda. Köylekleri yaraşken, yugurun karışken. Salam salam gelen salam, olsun canlarga salam. Kabul eyleyin olsunlar, sizge kelindan salam. Qo'shnilarga salom qo'yasiz. Kelinglar qo'shnilar. Qo'llardan qaragan, hay to'y qachon deb so'ragan. Qabul aylang qo'shnijonim, sizga kelindan salom. Salom salom kelin salom, qo'shnijonlarga salom. Qo'shnilar bor jondayim, qo'shnijonlarga salom. Qabul aylang qo'shnijonlar, siz
oshnasin, xotinlardan oshnasin, qabul aylang qaynonasini, sizga kelindan salom. Salom, salom, kelin salom, akajonlarga sovg'a singil olalar, qabul aylang qarindoshlar, sizga kelindan salom. Salom, salom, kelin salom, mehmonjonlarga salom. Salom, salom, kelin salom, oshpazlarga ko'p salom. Salom, salom, kelin salom, choypazlarga kelin salom. Hammalaringizga salom. Rahmat. Mana shu tushgan joyingizda to'p qo'ying, qalay yozing. Xudo xohlasa hamma havaslarga eng baxtli oilalardan bo'linglar ilohim. Umringizdan baraka toping. Rahmat. Endi yana sarpolaringizni almashtirib chiqasiz. Sog' bo'ling, xonadoningizda to'ylar bo'lsin. Xolam bilan qo'sha qaring sizlar. Mana shu farzandlardan nimaiki orzu-umidlaringiz bo'lsa, hammasini inshaalloh amalga oshiradigan farzandlar. Mana endi qolganlarini sizlar olib chiqasizlarda, mana qo'shni momolarda, onalar qanaqa qo'shiq aytib beraylik. Raqsga tushadiganidan. Ketdik, marhamat. Ketdik. O'zingiz o'zbekchasidan boshlaysiz. Jahon mulkida paydo, ey sho'x parizo. Daryosin
Alvon alvon gullaring olib atrofingga nazarlar guli qo'shni guli qizg'anadi seni mendan o'sha guli qo'shni guli qizg'anadi seni mendan guli Hali hamon yodimda qolgin deding yonimda seni jondan sevdim ko'kishi guli eslatadi sevgimizni guli qo'shni guli qizg'anadi seni mendan sevgimizni guli qo'shni guli qizg'anadi seni mendan guli O'zbekcha gapirmanga gap qaytarma gapimga debi demay tojikcha o'rgangina gapimga debi demay tojikcha o'rgangina o'zbekcha Salmane, shakarmane, tonay tonam kane, napotomane, mormane, pio tu kane. Asal tunestam, shakar tunestam, nabotu tunestam, humor tunestam, yakta qiyo. Oh dilam manam halam faramush, bir qalbima tu hasta xomush. O'zbekcha gapirmanga, yana o'zbekcha gapirmanga, gap qaytarma gapimga.
tushmaganlar rostdan qarsak chalib qo'ying sizlar. Rahmat, sog' bo'linglar ilohim. Jonlaringiz omon bo'lsin. O'zi aslini olganda mana shunday tinch yurtda sog' salomat bo'lib, chiroyli ko'ylaklarni kiyib, mazza qilib raqsga tushganga nima yetsin. Mana shu tinch yurtimizga hech qachon ko'z tegmasin, tanalaringiz hech qachon dard ko'rmasin. Sog' bo'linglar. Xush kelibsizlar mehmonlar. Dasturxondagi taomlar, noz-u ne'matlar, yana taomlar suzilyapti. Yoqimli ishtaha tilaymiz. Bugun mana dadamiz sinfdoshlarini xonadonidamiz. Hamma sinfdoshlarini ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Faqat men emas, yana bir sinfdoshlaringizni o'g'illari kelgan. U ham chiroyli bir qo'shiqlari bilan, taronalari bilan tabriklashga kelgan. Agar qo'llaringiz bo'sh bo'lsa, chiroyli qarsaklar bilan Jamshidjon Yo'lchiyevni davramizga taklif qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Mana shunday bobojonimni, ammajonimni xonadoniga tashrif buyurgan hurmatli qudalar, opa-singillar, xolalar, onajonlar, qo'ni-qo'shnilar xush kelibsizlar. Bobom bilan ammamga to'ylar qulluq bo'lsin deymiz. Xudo xolasa yana yil mana shu xonadonda beshik to'ylarda, nevara to'ylarda barchamiz qatorimizdan kam bo'lmasdan ishtirok etish nasib aylasin. Yana bir bor sizlarga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Ajoyib qo'shiqlarimizda davom etamiz. Hozirgi aytilayotgan qo'shig'imiz otajonlarimiz haqida bo'ladi. Baxtimizga otajonlarimiz, onajonlarimiz sog' salomat bo'lsin. Marhamat, sizlar uchun davom etamiz. Otajon izlayin qayerlarda sog'insam nur jahon izlayin qayerlarda hovlimiz sahnasida izlari qolganmikan qayt boylab turganmikan sog'insam otajon izlayin qayerlardan sog' bo'lsin, kelinimiz ham baxtli bo'lsin, ukamiz bilan rahmat qarsaklar uchun. Rahmat. Bugun ustozlar kuni, ustozlarni ham bir tabriklab qo'ysak, ammamiz ham ustoz bo'lgan. Baxtimizga sog' bo'lishsin ustozlarimiz. Mana bugun yonimizda ham o'zimda ustozim o'tiribdi, birla ammamni to'yida kelin salomida xizmat qilyapmiz. Ustoz tabriklaymiz sizni ham. Baxtimizga sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Rahmat. Ana endi yaxshi kayfiyat tilaymiz. Bemalol taomni tanovul qilib bo'lgan bo'lsak, raqslarga tushishimiz mumkin. Opajonlarimiz uchun ajoyib ashulalarimiz davom etadi. Jonim, chiroyli, chiroyli, chiroyli
canım aldı. Şirin misali ko'zimda qoldi. Borib asta asta aytsam sevgim yoki xasta qilarmi ko'nglim. Vah bu kabutar yoki pari, oy yuzi dilbar buncha chiroyli. So'zi shirin shu qizni o'zim bo'lay bir umrga sevgani. O'zi shirin so'zi shirin shu qizni o'zim bo'lay bir umrga sevgani. Yoki pari, oy yuzi dilbar buncha chiroyli. Vah bu kabutar yoki pari, oy yuzi dilbar chiroyli. Vah bu kabutar yoki pari, oy yuzi dilbar. Bu kabutar yoki pari, oy yuzi dilbar buncha chiroyli. Deyishaman go'zal seni sog'insam qulluqchaman. Dardimni o'zidan boshqa kim bilar? Sog'indim men seni ko'rgim kelar. Arvachimani doim qizlarim menga qoyim. Arvachimani doim qizlarim menga qoyim. Bir qizini bermasa ay rotalalay. Qara jujuna jonim, so'zina jonim. Qara jujuna jonim, so'zina jonim. Yuragim o'ylab qildi. Shuni ko'rgan Bosoy bilan siring yotgan joyingni. Chiqsanchisidan bir odim chiqsang, chaqiraman ey shu qora qoyingni. Ola ko'z boy, qora ko'z boy. Kelin uylantirib, kelin olib, shuncha odamni chaqirib, mehmon qilib, xursand qilib o'tiribdi. Ming marta rahmat. Zoyajon kelin bilan tabriklayman. Umarajon kelin bilan tabriklayman. Kelinimiz qadamda bo'lsin, baxtli bo'lsin. O'g'il qizi ko'p bo'lsin. Yanagi ish vaqtida beshik to'ylar bo'lsin. Sizlarga yaxshi xizmat va sog' salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda hamma uchrasin birov bilan. Yaxshi kunlar nasib qilsin. Kelinimiz payqadamni bo'lib, shu uyga baxt keltirsin. Shuning uchun bizga javob. Bizga javob emas. Hali raqs bor, Mana qancha yil birga ishlashdik, birga qatnashdik, birga o'ynadik, birga yurdik. Allohning irodasi bilan mana qazo qildi. Shayxlardan ko'rsin, inomni bersin Xudoyimda, bolalariga yaxshi kunlar nasib qilsin, sog' salomat bo'lsinlar doim. Rahmat. Bugun nasib qoldi. Bittasi siz, bittasi Halima opa. Ayşecha. Bu haqiqiy dugonlarda. Qayerda hangama bo'lsa, uchovimiz boshdimiz. Men yonbosh edim. Bunday bola edim, gidikcha. Rahmat, Hamza aka, tayyorlaring sizlar uchun. Mana men chaqirmam sizga yo'las demoqchi. Hamza aka, mana Xudo bilamiz, perioddan tushib o'tirasiz. Ketmaydi. Talpinganimni yozdim, kuylayverib, o'ylayverib, parhezsizam so'rosdim.
yora yetir. Yaşa, işte. Armonlarga aylanmasin Alishiming orzulari. Damlarimga muhrlangan davom etir. Maktubimni olgan bo'lsang rahming kelsin uyda o'tir. Toshkentdan Xorazmgacha, ey yo'q ey Xorazmdan Toshkentgacha, xuddi shuncha kilometr, 1100 kilometr. Mehmonim bilan uyda o'tir. Ana endi sho'rog'ida barcha opa-singillarimiz uchun marhamat. Oromi jonim va ishman biyo ey yorim biyo dildorim biyo bilmayli tudora sazovorim biyo ey yorim biyo dildorim biyo biyo tinch qo'ying jonimni holi yomonimni bechoraman devona yorimni ey yorim biyo dildorim biyo bilmayli azbadoq shonimni oromi jonimni va ishman biyo sazovorim biyo ey yorim biyo dildorim biyo bilmayli tudora sazovorim biyo Onajonlarimiz uchun mana ketdik. Yo'lingni yaxshi bilgansiz. Agar sendin taqsin, o'tirisham chop, magar bozu iramning xurdidan dunyoga kelgansiz. Hamajanonalar gulshan gulidan kelsa dunyoga, sun taxtiga sultonlik. salomlarini bir qabul qilib olasizlar, marhamat. Hayajonlaringizga salom qo'yasiz. Xush kelibsizlar, Saodatxon opamiz boshchiligida.
qudag'iylarga xush kelibsizlar deymiz. Qadamlaringizga hasanotlar bo'lsin. Endi hozir biz anchadan beri kutib turibmiz sizlarni. Endi uzoq yo'ldan tushunamiz, charchagansizlar, lekin shu joyda hozir Gulnor opam bilan qudag'iylar bir quchoqlashib, qudag'iylar degan qo'shiqqa raqsga tushib berishsa, menimcha charchoqlar chiqib ketadi. Rahmat. Xudo xola qizingizni o'to'lari muborak bo'lsin. Endi bizning joylari tilda aytilganda, Xudo xolasa kuyovmas o'g'il muborak bo'lsin. Qudachilik yillikka bo'lsin. Bordi keldi hech qachon yo'qolmasin. Niyat qilamiz kelasi yillarga alla bolamlarni aytib, qo'sh-beshiklarni ko'tarib, karnaylatib, surnaylatib beshiklar olib kelish nasib qilsin. Beshik to'ylarida ham qatorlaringizdan xato bo'lmay, bag'ri butunlikda, tinchlik, xotirjamlikda ko'rishlik nasib qilsin. Qudag'iylar bir qudag'iylar degan qo'shiq o'ynab bersin. Ana undan keyin ichkariga taklif qilamiz. Qani ketdik. Qudag'iylar bir quchoqlashib qo'yasiz. Sanduqcha zir zargar
sizlarga ro'dodir ekan. Dili can döderken, can döderken bak dili can döderken. Sen dokçayı zirserge döderken, sen dokçayı zirserge döderken. Can döderken, dili can döderken, can döderken bak dili can döderken. Sen dokçayı zirserge döderken, sen dokçayı zirserge döderken. Yer rahmat, sog' bo'linglar. Raqsga tushgan yana bittami? Qaynonalarini aytgan qo'shig'iga o'ynayverasizmi? Iltimos qildilar, Nastarin degan qo'shiqni aytib berasiz. Meni kelinim raqsga tushadi dedilar. Qani ketdik, sizlar uchun bo'ladi. Hey! O'zi xolam gullarni yaxshi ko'radilar. Ko'rinib turibdi. Doim gulday ochib yuringlar. Sog' bo'linglar. Qani ketdi. Sen bahar çağımda, bulutsan güzel bağımda. Tenha gülüm astarım, o'zing dil ardog'imda. Senga aytay dardlarim, eshitgina bir garim. Nasta, nasta, nastarim, yo'ling bo'nkarmayin. Iforing ko'rgan sayin, mast bo'larman nastarim. Nasta, nasta, nastarim, yo'ling bo'nkalar bo'larman nastarim. Shamollarda tebranib uchasanmi qalinchak yomg'ir bilan o'qishib bahorlarga yetgansen kuz kelganda jilmayib meni tashlab ketgansen yomg'ir bilan o'qishib bahorlarga yetgansen kuz kelganda jilmayib meni tashlab ketgansen yo'ling bo'nchalar mayib doim gulday ochilib yuring sizlar. Hammangizga yaxshi kayfiyatlar tilaymiz. Marhamat, yor-yorlar sadosi ostida qudag'iylarni ichkariga taklif qilamiz. Xush kelibsizlar. Sog' bo'linglar. Yoshlarga chin dildan baxt tilaymiz, baxtdan taxt tilaymiz. Ilohim yoshlarimiz qo'sha qarishsin. Serfarzand bo'lib, serdavlat bo'lishsin. Hamma havas qiladigan eng baxtli oilalardan bo'lishsin. Ana rivojilar, kelinjonlar, churuvchilar taqdirlari mehmonlarimizga.
sizlarga ham sovg'alar, ro'molchalar. Rahmat, Xudo siylasin, katta rahmat. Mehmonlarimizdan chiroyli tilaklarni duo tariqasida eshitib qolamiz. Marhamat. Mana shu urushdan keyingi vaqtlardagi Oybek domlaning Oltin vodiydan Shabaralar romanini o'qigan edim-u, Go'zal Mirzacho'lni obod bo'lganini ko'rmagan edim. Tasvirlagan edim kitobda. Shunda shunday deyilgan. Quyosh keng osmonda taltayib porlaydi. O'zbekistonning jo'shqin sho'x bahori maysa gilamlarini silkitadi. Uzoq yaqinlarda kishnagan otlarni yugur-yugurlari eshitiladi. Sakson ota o'zining nabirasi bilan mashinada yurib, garimsel balosiga nima qilqon, daraxt qilqon deydi. Men bu o'lkaga hozir kelayotib, har 4 faslda ham bahor ko'rinib turgan Jizzax viloyatini ko'rdim. Shunday xayol sura bepoyon dalalarni, qir adirlarni, xuddi qudam bilan turmush o'rtoqlariday bag'rlari keng, faqat o'yin kulgini yaxshi ko'radigan, mehnatni sevadigan, jozibali, olov qalb egalarini o'ylab turganimda, go'yoki Xudoyim yaratgan egam quloqimga shivirlaganday bo'ldi. Ey bandam, bu tuproqni bilasanmi? Men qanday yaratdim? Mana shu tuproqda mehrigiyo bor. Shu tuproqdan mana shu Jizzax viloyatini, Jizzax shahrini, odamlarini yaratdim. Bu odamlarning qalbida faqat beg'uborlik, fisq fasod, urush janjal, yomonlash yiroqda. Sen juda ham adashmabsan. Bunday odamlar bilan Xudo bo'lib deganlar. Men Nodira begimni onajoni haqida 2 og'iz gapirmoqchiman. Nodira begimni onajoni maktabni Begobod shahridagi 9-maktabni oltin medal bilan tamomlab, oliygohga suhbat bilan kirib kelgandan keyin ishlay boshladi maktabda. Kunlardan bir kun o'tib, bu Begobod televideniyasida ishlab turganda Domla Yaqub Ahmedov uyimizga kirib kelib, qizingiz bizni teatrda ishlasin dedilar. Shundan keyin vazir Baxtiyor Sayfullayevich qizingizni bering, institutga boramiz dedilar-da. Ozodbek Nazarbekov bilan birga teatrlarni instituti bitirdilar. Shundan keyin eng katta bayramlarni O'zbekiston vatanim mening keng katta bayramlarda o'tkazdi. G'ulom Mahmud choyxonasida eng katta bayramda Nodira begim onasini qorinda men ham bordim. Shunday qilib, mana shunday bayramlarda o'tkazib yurgan paytlarida Begobod shahrining bayramlarini o'tkazganda o'zim akam Sirdaryo viloyatidan Begobod shahriga notarisi bo'lib qolib, Saodat bitta kompyuter beraman, menga shogird bo'lasan, sekretar bo'lasan deb. Shunday qilib meni yakka tadbirkor bo'lib, ishni yaxshilab davom ettirdi. Kunlardan bir kuni Nodira begim haligi davlatimizda kasalliklar tarqalgan paytda o'tirib olib, men hozir Amerika davlatining Kaliforniya oroliga konferensiyaga boraman. Ya qanday borasan deganda, ya mana kompyuterim. O'tirib olib konferensiyani o'qidi. Bir oydan keyin uchib keldi. Ha, Nodirajon, men sizga pul olib keldim. Nimaga? Konferensiyada o'rin oldim ingliz tilidan. Shu pulni haligi konvertini hali ham sumkamda olib yurib, mana odamlarga hozir sizlarga ham shu kunlar nasib etsin deb yetkazdim. Sog' bo'linglar. Vali juvali bo'lsin. San'atkorimiz, vedushimiz juda chiroyli, menga ma'qul, san'at sohasi juda og'ir boshimdan o'tgan, juda qiyin, mas'uliyatli vazifa bu. Men ham o'zim teatrda ishlaganman. Hammalaring sog'lik, salomatlik tilayman. Meni shunday chiroyli quda kelinim bor, bag'ri keng. Ilyosjon bilan Nodira begim qo'sha qilsin, baxtli zaxtli bo'lsin. Yanagi payt mana shu paytda katta dumbasiga stol qo'yadigan qo'ylarni Xudodan manshatdan topib bersalar, men sotib olib, so'yib bersam-da, san'atkor kelsalar. Qanday bo'ladi? Qo'shiq bo'lsin, yana o'ynaymiz. Rahmat. Endi haqiqatan ham qo'shiq qo'yamiz. Sog' bo'ling ilohim, joningiz omon bo'lsin. Juda ham faxrlandik, xursand bo'ldik chiroyli Jizzax haqidagi so'zlaringiz uchun. Sog' bo'ling.
faqat jonni. Qani ketdik, albatta. Kelgin yavrum kelgin, oyday to'lib kel, iqbol quyoshday parlab kulib kel. Kelgin yavrum kelgin, oyday to'lib kel, iqbol quyoshday parlab kulib kel. Kelgin kamariga bahor bo'lib kel, va sen xumoriman, sen mizoriman, chertgandan ola qilgan dutor-toriman, va sen xumoriman, sen mizoriman, chertgandan ola qilgan dutor-toriman. Jonida o'rtagan muzlish, na kuylari solmas yigit qizmish, hech bir oshiq sevgisiga o'xshamas, saodatda sadoqatli bizmish, hech odatda sadoqatli bizmish. O'ynab kulib muhabbating o'tida, ikkimizning yonganimiz boshqacha, ishq o'ynashib lablarimiz bog'idan, xumor qonganimiz boshqacha. O'ynab kulib muhabbating o'tida, ikkimizning yonganimiz boshqacha, ishq o'ynashib lablarimiz bog'idan, xumor qonganimiz boshqacha. Davraga tush, qanot yozib misoli qush, o'ynaganlar bo'ladi xush, xorazmning lazgisini, shu o'ynagan yarashadi, xorazmning lazgisini, shu o'ynagan yarashadi, xorazmning lazgisini, o'zimizning lazgimizni. Soz ustida soz bo'ladi, yog'i shiddat noz bo'ladi, xirom etsang yoz bo'ladi, xorazmning lazgisini, sog'insang gar jamolini, ko'ray desang kamolini, rasid qo'yib visolini, xorazmning lazgisini, rasid qo'yib visolini, xorazmning lazgisini, o'zimizning lazgimizni. O'ynasang chiqaring qo'shiq, xorazmning lazgisini, har dil bilan so'ylashasan, bulbul bilan kuylashasan, olov bo'lib o'ynashasan, xorazmning lazgisini, olov bo'lib o'ynashasan, xorazmning lazgisini, o'zimizning lazgimizni, xorazmning lazgisini, o'zimizning lazgimizni, xorazmning lazgisini, o'zimizning lazgimizni, xorazmning lazgisini, o'zimizning lazgimizni. Rahmat. O'ynagan oyoqlaringiz dard ko'rmasin, iloyim jonlaringiz omon bo'lsin. Xudo tomonidan kelgan aziz mehmonlarga yana bir bor xush kelibsizlar deymiz. Tanishganimizdan, ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Mana yuqorida xolamiz aytdilar, Qudag'iy Saodat xolamiz televideniyada ishlaganlar, to'g'rimi? Radiolarda ishlaganlar, diktor bo'lgan ekanlar. Bir chiroyli she'r eshitib qolsak degan bir talab bo'ldi. Agar ma'qul ko'rsanglar, ayajondan bir chiroyli she'rlar eshitamiz. Marhamat.
mehmonlarni hurmat qilgan holatda. Marhamat. Sanduvochilar sayraydi sano. Men ko'zaman, so'zga to'laman. Ertaga tun yorug' bo'ladi. Ertaga biz baxtli bo'lamiz. Ertaga siz baxtli bo'lasiz. Sizni tushlarimda ko'rsam, sog'insam, og'ir botmasmikan? Ozor yetmasmi? Tunlar o'zim bilmay sizni sog'insam, bu gunohdan yerlar yutmasmi? Qoshingizga xayolan borsam, quvmaysizmi? Haydamaysizmi? Hislarimni sizga ishonsam, kulmaysizmi? Aldamaysizmi? Ishq bor deb tunlarga ertaklar aytsam, la'natlamaysizmi? Yig'latmaysizmi? O'zing tashna etding, o'zing suv tutding, qalbimdagi sahrom, daryomsan xalqim. Seni seva-seva men boyib ketdim, dunyo ichra topgan dunyomsan xalqim. Osmon olis, osmon jim, osmon yulduz to'shaydi, bilagingda barmog'im izi borga o'xshaydi. Hay hay o'lan, jonim qaqshar, yor. Qayda bo'lsang, sen bilan sevgim yashar, yor. Sog' bo'ling. Rahmat onajon. Judayam maza qildik, rahmat. Joningiz omon bo'lsin ilohim. Bu to'y sovg'asi deb qabul qilamiz. Ilohim jonlaringiz omon bo'lsin. Mana shu go'zal qizingizni baxtiga hech qachon ko'z tegmasin. Rahmat opajonlar, rahmat, sog' bo'linglar. Kelin tushgan uyni chillaxona deymiz. Chillaxona, murodxona. Mana shu murodxonada aytilgan duolar ijobat bo'lsin inshaalloh. Qudag'iylar ichkariga kirishdan avval hojonalarim bir duo qilib bersanglar. Ko'pchilikning duosi ko'l bo'ladi deyshadi. Marhamat onajonlar. Assalomu alaykum aziz qudag'iyjonlar. Xush ko'rdik, xush kelibsizlar. Azim Toshkent shahridan bizning o'lkamizga, Jizzax viloyatiga, bizning mahallamizga mana shu qizlaringizni bizning shu mahallamizga kelin qilib tushirgan qo'shnilarimga avvalambor kelin muborak bo'lsin. Qudag'iylarga kuyov muborak bo'lsin. Bu yoshlarimiz baxtli bo'lsin, qo'sha qarsin. Allohimning hamisha panohida bo'lsin. Bular shu xonadonda o'nsin, o'ssin, o'zlaridan ko'paysin. Alloh shu hamisha to'yxona bo'lsin, murodxona bo'lsin. Xudo qo'shnim bilan kundaroq qo'shnim qo'sha qarsin. Shu bolalarini go'zal halovatini ko'rishsin. Hamisha tan jonlari sog' bo'lsin. Shu xonadonga qudag'iylar hamisha yaxshi kunlariga kelsin. Bu yerdan keyin mana shu kunlarda eshik to'ylarda alla balomlar aytib, mana shu xonadonda chaqaloqlar ovozi yangrasin. Hamisha mana shu xonada to'y tomosha bo'lsin, degan qadamlarimiz qutlu bo'lsin. To'y tomoshaga kelib yurish nasib aylasin. Amin. Yoshlar baxtli bo'lsin. Amin. Rahmat hojilar, sog' bo'linglar, rahmat.